Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi biologiya darsimizda, ya'ni ikkinchi dars qismimizda birinchi qismini boshlab olamiz. Bunga ko'ra, gulli o'simliklarda, demak, vegetativ organlardan eng asosiylaridan hisoblangan barg va bargning ichki tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz boshlang'ich holatda. Xo'p, demak, ushbu tasvirda barg eti qismlari ko'rsatilgan hisoblanadi. Barg aynan tashqi tomondan demak, epidermis hujayralari bilan qoplangan, birlamchi qoplovchi to'qima bilan qoplangan hisoblanadi. Ular juda zich joylashgan, shaffof, demak, aynan himoya qilish va nur o'tkazish vazifalarini bajaradi. Undan tashqari epidermis hujayralarida bargda nafas olish hamda qisman fotosintez qilish vazifasini bajaruvchi va o'simliklarda aynan suv bug'latish holatlariga yordamlashuvchi barg og'izcha hujayralari joylashgan hisoblanadi. Barg og'izchalari juft hujayralardan iborat bo'lib, loviyasimon shaklda hamda xloroplastli hujayralardan tashkil topgan hisoblanadi. Ularning o'rta qismida tirqish mavjud bo'lib, ushbu tirqish, demak, karbonat angidrid gazi yoki kislorod gazining o'zaro almashinuvi hamda ortiqcha suvning bug'lanishiga yordam beradi. Ortiqcha suvning bug'lanishi o'simlik tanasidagi, demak, birinchi navbatda suv muvozanatini me'yorlashtirsa, ikkinchi holatda esa o'simlik tana haroratini doimiyligini saqlashda yoki uni ma'lum bir muhit sharoitiga moslashish holatlarida yoki ma'lum bir bioritmik o'zgarishlarni kechish jarayoni uchun, demak, muhim ahamiyatga ega hisoblanuvchi qism hisoblanadi. Xo'p, demak, shunga ko'ra barg og'izchasi gaz almashinuvi, suv transpiratsiyasi hamda, demak, nafas olish jarayonlari uchun aynan ahamiyatli hisoblanar ekan. Xo'p, barg et qismiga qaraydigan bo'lsak, barg eti tashqi, ya'ni yuqori qismdagi epidermis qavati hamda pastki qismidagi epidermis qavatlari orasida joylashgan qism barg eti deb ataladi. Barg etining yuqori epidermis ostidagi qismda aynan ustunsimon hujayralar, ustunsimon assimilyatsiyon to'qima hujayralari joylashgan hisoblanadi. Ularda, demak, aynan agar bu o'simligimiz yuksak o'simlik bo'ladigan bo'lsa, xloroplastga boy hujayralar joylashgan hisoblanar ekan. Xo'p, shunga ko'ra ulardagi xloroplastlarni joylashuviga e'tibor beramiz. Xloroplastlarning joylashuvi o'simlikda aynan tarqalgan muhit sharoitiga mos holatda yoki yuqorida ta'kidlaganimizdek bioritmlarga mos holatda joylashadi. Masalan, agar quyoshli kunda joylashgan barg bo'ladigan bo'lsa yoki kunning aynan quyoshli tomoniga qaragan barglar bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda bargdagi xloroplast organoid